Hürmetlik vatandaş. Bugün çislak 2020 yıl 10. ayının 4. gün heptigi yekşembe. Endi siz bile iki ağız gep kılışaylı. Prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti tezla ve yak tuyuqsiz joqumlandı. Doktorxonaga kirib qoldi. Başta aytgandek Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat rahbari prezident joqumlandı. Joqumliq virus bu Xitoy virusi. Amerikaliklarning tilida Jungo virusi. Yuqorida ko'rib o'tdingiz. Devlet Meclisi senatorlar nima dedi? Bizning prezidentimizga kasal yuqtirding. Yoki Xitoy virusi yuqumliq virus bizning prezidentimizga yuqdi, davlat rahbarimizga yuqdi. Sening buningga mas'ul bo'lishingni yoki javobgar bo'lishingni talab qilamiz. Demek senator shundoq dedi. Başta sizlarga so'zildik. Bu Amerika siyasi yollarının sözü değildi. Endi oxirdagi xabarda masalan Jungo'ga nazar xabari nima deyildi? Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hozir doktorxonadan qaytib Oqsaroyga kirgandan keyin Jungo'ga shiddatli hujum qo'zg'aydi dedi. Şiddetli zarba berdi. Jungo'ning siyosiy tuzumi gumron bo'lishga, yemirilishga yuzlanadi dedi. Hazır bu to'g'ri Jungo hukumatinin nima tayyorlik var onu bilgani bo'lmaydi. Lekin hozir siz bizga sizga biz qisqacha yetkazdik. Hozirgi ahvoldan qaraganda bu Jungolik ahmoqlar Prezident Trump yuqumlandi, kasallandi desa, gulaqaqalari eshilib ketgan gap. Bu Xitoy tabiati deymiz biz buna. Mayli o anlık olsun, akıllık olsun, akılsız olsun, kim buluşudan qat'i nazar hozirgi vaziyatning qandaq yuzlanayotganligini ko'rolmay turib, faqatla og'rib qopti, prezident Trump doktorxonaga kiribdi degan xabarni anglabla. Xuddi Amerikaning doktorlari iqtidorsizdak. Yoki buning qarab turdiganda kayfiyati Jungoliklarning guli qaqalari echilib ketdi degan gap. Bu bek saddilar. Bek nadallık hürmetlik vatandaş. Bir devlet rəhbari kasal bo'libdi. Belki senin virusun, Xitoy virusi bilan yuqumlanibdi, kasal bo'libdi. Sen onunla omad tila, onun kasaldan saqayishini tila. Xudodan onunla omad tila, onun saqayib chiqishiga madad ber. Shu vaqtda odam bo'la olaysan. Kasal bo'libdi deb Kisel bo'lganligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti endi Jungo'ga zarba beradigan kuch tugidi. Jungo zarbadan qutulib qoldi deb shod bo'lib guli qaqalaring echilib ketgan bo'lsa, tentax 21-asrdami yetilmagan millat, echilmagan millat, tasavvur iqtidori yo'q millat. Bu yerda bir nokta nayta aniq vatandaş, statizmlik ro'yi, statizmlik iqtidori, yani yaxshi bilan yomonni ayirish iqtidori, go'zallik bilan xunuklikni ayirish iqtidori yo'q millat, mana shundoq bo'ladi. Uning barliq ishining, qiladigan ishining hammasi mana shundoq. Talvilik. Yoki oqni qorini ayıryamaydigan talvilik asli bo'ladi statizmlik. Statizmlik yani go'zallik qarishi. To'g'risida iqtidor yo'q. Bu iqtidor degan narsani eg'izga olmayli. Asli mohiyatidan aytganda bunda qobiliyat yoki bunda turalma, bunda undirma Xitoy millatining vujudida mavjud emas o'tadi. Ko'rama? Bir devlet Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti og'rib qoldi degan xabarni anglab, butun mamlakat to'rbattirdi Xitoyning, to'rbattirdan tortib yanagacha guli qaqalari echilib ketdi degan so'z bu ajoyib satchilik, bu satchilik ey vatandosh ey. Endi oxir nima deydi? Hozir leksiyaga diqqat qildinglar vatandoshlar, prezident saqayib Oqsaroyga kelsin. Oqsaroyga kelgandan keyin Jungo Kompartiyasi shiddatli hujum boshlaydi. Şunun bilan birga o'xshash bir kunda hozir Jungo Kompartiyasi a'zosi bo'lib turib, Amerikaga kelib siyosiy panohlik tilamoqchi va Amerikaga yerlashmoqchi bo'lgan kishilarning iltimosini biroqlar rad qilasan. Bu noktada Jungo Kompartiyasi xiyonatchi amaldorlarga berilgan zarba deb tushunaveriz. Ularda aloqzodichilik. O'zini qayerga qo'yishni emas, avval xiyonat qilgan pulni qayerga qo'yishni.
Hem de Amerika çekilgendeki Amerika kim kelenmeydi. Memleket içinde hıyanetten tapkan pulunu nege koysa. Vesvesiçilik Cungo'dun başındak başlandı hürmetlik vatandaş. Yani dünya vaziyetini etkan yukarıda kölük alımlarının sözünü. Siyasi yollarının sözünü. Ahire Cungo'ga nazar Torbiti'nin makalesini. Vaziyetinin terakkiyatığı siz biz okşaşlı köngül bölüp keyinki terakkiyata qarab turmiz ve şu qatada Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump efendinin tezlik bilen saqiyap Aqsarayga kirib yani prezidentlik vazifasini davamlaştırışını ümit qilamiz ve Xudodan shundaq nusrat tilaymiz vatandoshlar.